ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem Müslüman kıyırdaşlarımız, hemmimizin maksat gayri özara hakiki İslam ruhiga uyuşup bizning hozirgi turayotgan mushu davrimizdagi ruhiy jihatdagi, fikriy jihatdagi, e'tiqodiy jihatdagi ve ameliy ibadet ve İslami hareket jihatdagi bizning turg'oqligimizni ve qatmanligimizni, tushanchamizning kamligini o'zaro birsi-birsimizga yordamlashib, birsi-birsimizga suhbat ve fikr berishib, birsi-birsimizni mukammal İslam ruhiga, mukammal bir haqiqiy odam bo'lishga, mukammal bir o'z oilasi va jamiyatiga ega bo'lgan, ularni erkin, azat, zolim va chekidnashgan kofirlarga qul bo'lmaydigan, yangi Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan erkin islom ruhi bilan faqat Alloh taologa qul bo'ladigan hech qanday bir shayga qul yoki hech qanday bir shayga mag'lubiyat va uningga taslim bo'lish nazardan qarmaydigan haqiqiy Alloh subhanahu va taologa Alloh taolo tushirgan islom din bilan bir bütün taslim bo'lib, bir bütün islom diniga vujudi bilan xizmat qiladigan, shundaqla zulmga uchragan musulmon qarindoshlar bo'lgan Sharq Turkistondagi mazlum Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizning zulmdan qutulishi va ozodlikqa erishishi uchun yanala o Sharq Turkistondagi mazlum musulmonlarimiz yo'qitib qo'ygan, hozirmi yo'qitayotgan diniy, siyosiy, ijtimoiy, odamiy hayotlikdagi bir jonivorga tushliq bir huquqini qo'lga keltirolmagan, shu huquqlarining hammasini qayta inshaalloh Allohning izni bilan yangidan yangilab chiqamiz, yangidan bir baxt va arzu armonlarimizdagi g'oya-nishon g'albiga erishimiz degan mushu maqsadimiz bilan biz yashayotgan chet eldagi barliq qarindoshlarimiz mushu maqsadga erishishninki muhim omillardan birisi o'zaro birsi-birsimizga to'g'ri bo'lgan suhbat, to'g'ri bo'lgan dialog, birsi-birsimizni e'tirof qilgan asosdagi arabchada hivor deydi, o'zaro birsi-birsimiz bilan fikrlashish. Fikrlashish bak muhim bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taoloninki Qur'oni Karimda farishtalar bilan Allah subhanahu wa ta'ala suhbat qilgan, mu'minlar bilan suhbat qilgan, hattoki Allah Taolaning ashaddiy dushmani, insoniyatning
mümin musulmonlarning dushmani shayton bilanmi Alloh subhanahu va taolo hivorlashgan, dialoglashgan, suhbatlashgan ana ashundoq Alloh subhanahu va taoloninki Qur'oni Karimda bizga suhbatlashish, ilmiy dialoglashishni o'rgatgan amaliyati Qur'oni Karimda bizga alohida o'rgatilgan. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarimiz dialog, suhbatlashishda adab, axloqqa, ilmiylikka, haqiqiy sog'lom, go'zal axloq, islom safosiga ahamiyat bermaganliginingki cho'ng zinini biz bo'libmi ishkiri jihatda, o'zaro birlik kelish jihatda dushmanimiz shuncha bizga xirs qilayotgan shundoq ig'ir vaziyatdimi biz o'zaro birimiz bilan iymoniy qarindoshlik asosida Allohning kitobi, payg'ambar alayhisolamning sunnati, payg'ambar alayhisolatu vasallamninki bizga ko'rsatib qo'ygan rahimdilligi asosida o'zaro dialoglashish bizda bak kam bo'lgan, ozgina o'xshamagan fikrimiz bilan birimizni dushman tutish, maydon arish, yo'llarimizni har xil yo'llarga bilash ko'p bo'lgan bir avorchilik ichida yashagan bir xalq, bir millatmiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz ozgina bo'lsa-mu dialoglashish, suhbatlashish, fikrlashda xilma ilg'or tushunchaga ega bo'lishimiz uchun mushu dialoglashishninki islom dinida ko'rsatgan ta'limot qandoq deganligini bilishimiz kerak. Avvalan dialoglashish arab tilida hivar deb atalgan bo'lib, hivarning ma'nosi har qandoq bir şeyinin bir holatdan yana bir holatga o'zgarganligi. Bu lug'at ma'nosining bevosita dialoglashishda zo'r farqi bor. Chunki har qandoq bir dialoglashqishi o'zida ojizlik bo'lsa, dialog, suhbat, fikrlashgandan keyin ma'lum vaqtda o'zidagi ojizlikni kuchlilikka aylantirdi. Yaxshi fikrlarni qabul qiladi. Xatolik bo'lsa o'zgartirdi. Yoki xato fikrlarga suhbatlashish, fikrlash orqali o'zining turgan haq maydonining kuchliligini biladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz dialoglashish hayotlikdagi eng cho'ng insonlarni to'g'ri haqiqatga yetaklaydigan eng cho'ng bo'lgan asos, eng muhim bo'lgan dora. Shuning uchun har qandaq bir bemor, har qandaq bir fikri ojiz yoki ruhi ojiz yoki dini ojiz yoki ilmisi ojiz yoki maydoni ojiz yoki psixikasi ojiz yoki achchiq eman yoki tushkunlashib ketgan har qandaq bir qarindoshimiz cho'qim dialoglashish, suhbatlashish, fikrlashishdan iborat bo'lgan mushu oltin markalik dorini ise o'zining ruhini, o'zining fikrini, o'zining hayotini ayni vaqtida sahobalar payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan hivorlashib, o'zining hayotini haqiqiy sog'lom islom ruhiga o'zgartgandek o'zgarta oladi. Hivor deganning yana bir ma'nosi so'zda takror qayta so'zlashganlikni hivor deyiladi. Chunki buningdimi yana qayta so'zlash yenish bor. Chunki qayta so'zlashganda, qayta fikrlashganda har urush, jidal, majrolar bilan hal bo'lmagan masalalar hal bo'ladi. Shuna islom dinidimi tunji jihatni Qur'on bilan qilishga buyurgan. Vajahidhum bihi jihadan kabira. Mush Qur'oni Karim bilan ularga katta cho'ng jihat qilgan deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatiga bizni doim oqma-oqa, takror
söz bilen, fikir bilen hak ve hakkınki talablarını, hak hukuklarımızı oturup koyuşka, dadıl buluşka, daim hakni zirkip kalmay, tırıp kalmay, yeyişka, çetişka, akımaqa, kulaklarga, müllerga, sındırışka, nahakni yoktuşka, bizni Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim arkalık fikri, Kur'an-ı Kerim arkalık davet, Kur'an-ı Kerim arkalık uygutuş, Kur'an-ı Kerim arkalık özgertiş, Kur'an-ı Kerim arkalık yeni hayatlık, yeni cemiyet, yeni bir İslam küçü, İslam ruhi vücudu singen yeni nesli, yeni dünya barpa kılışka Kur'an-ı Kerim bizni alahide buyurgan. Şunun için her kandak bir Müslüman, her kandak bir bulup mu İslami davetçiler, siyasiyonlar, rehberler, İslami teşkilatçılar, İslami hareketçiler, Kur'an hadisine uygun bulan İslami fikri cihat ve emri cihat kıldığan her kandak Müslüman kıyımlaşta Kur'an hadisine uygun Müslümanların dünya ahiretlik menfaatine uygun hazır zamanda bizi şavatkan cemiyetini Kur'an hadisine tatbiklaydıgan emri bulan fikre uygun halatta daim diyarı yüzleşiş, sohbetleşiş, fikir yüzleş, fikirleşke ehemmiyet biriş bizden mesuliyetimiz. Şunun için şu fikirleşiş, sohbetleşiş bizni doğru sohbet, doğru fikirlen sohbetleşken vaktimizde doğru hakikat meydanına yandırıp ekildi. Biz fikirleşten ibaret olan muş sohbet arkalık özümüzdeki hatalıklarını to'liqlaymiz, rusul alaymiz, doğru işlerini tıxımı davamlaştırı alaymiz. Hivarninki muşu qaytish ma'nosida kelganlik uchun Allah Subhanahu wa Taala Qur'on-i Karimda innahu zanna an la yahur. Haqiqatan o kafir hargizmi qayta tirgizilmaydi deb gumon qilgan edi deydi. Demek her kandak bir kafir bu ayetin aldığını qayta ahirette Allah'ın aldığı tirilip hesap belgilip bağmayman deb oylaydı diye ya da ama şu hivar degan sözlükten çıkan sözlükni işletken. Demek bu ayetten alıngan bizning emri ma'nomizdan birisi xuddi kafir o'zininki ahiret qayta tirilmayotganga müstahkem turagandek hivarsiz, diyalogsiz yaşayan adam diyalogdan to'g'ri haqni qabul qilg'ili unmaydigan, aqlni aşmaydigan adam qanday qildi desa, haqqa qoyil bo'lmaydi. Haq oshkora turib, odamlarning o'ladiganligi oshkora turib, Allohning oldiga bormaytma deb Allah Subhanahu wa Taala uni yo'qdan burun barpo qilganligi oshkora turib, qiyomatga tangandek hivar bilan, suhbat bilan, fikirleş bilan o'zini o'ngishmaydigan hivarlashsa, diyaloglaşsa, fikirlashsa, suhbatlashsalam qozon qaynaganda qaynab o'ziga gazto'ning gizini tutashtirib qo'ygandek portlab mu'min musulmon qarindoshlarga o'tini mu'min musulmon qarindoshlarga achchig'ini chechadigan ammo kafirlar, dinsizlar bo'lib hozirgi zamonda Xitoy kommunistlarining ashaddiy tajovuzchiliklari masalasi qarta hech qanchalik kallisda uyg'unish, qaynash, tafakkur mushunchilik bo'layotgan holatda men o'zaro musulmon qarindoshlarim bilan qanchalik birlikkagidak bir isil xislatga, yumshoq muomalaga, go'zal axloqqa ega bo'ldim deb o'zidan hisob ololmaydigan mana mushundoq bizdagi kamchiliklarni, bizdagi ayıp nuqsonlarni tuzishimizning bak lozim ekanligini biz naq haqiqatni ko'rib turib o'zimizning Allah bizi topshirgan mas'uliyatlarini tanishimizda cho'qim suhbat o'tkazishimizning, fikrlashimizning bak muhimligini hamma shu hivar ma'nosi bizga bildirdi. Demak,
hivar degan ikki tarafning o'zaro suhbatlashganligini, diyaloglaşganligini hivar derdi. Lekin hivarlashish, suhbatlashish, diyaloglash bilan jidallashish, majralashishning farqi zot nima? Bu to'g'riliq biz hivarlashish, diyaloglash bilan jidal, munozara, dushmanlashish o'zining nahaq qo'sima jidallish orqali boshqalar mu'min qarindoshlari ustidan g'olib kelishlar, o'zining deganini degan qilishlar maqsad qilgan. Bunda jidallish bilan to'g'ri suhbatlashish, fikrlash orqali go'zal mevlarni, go'zal fikrlarni, go'zal islom haqiqatlarini, go'zal bo'lgan biz Uyg'ur musulmonlarimizningki kelgusi parlaq bir g'alabaga erishishimizni, jonliq bir millatga aylanishimizni o'ttirib qo'yish uchun go'zal fikrlashning o'ttirisiga farq zot nima? Buni biz Alloh subhanahu va taoloning bayon qilib berishiga topshiramiz. Alloh taolo bu to'g'riliq Qur'oni Karimda jidallish bilan to'g'ri fikrlashning o'ttirisini Alloh taolo aytib dediki, astag'firullah. Udu ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Deb Alloh subhanahu va taolo mushundaq deydi. Sen ey Muhammed Parvardigorining yo'li bo'lgan islom diniga hikmat bilan, go'zal va'd-nasihat bilan da'vat qilgin. Ularga eng go'zal bo'lgan haqni bayon qilish bilan ularga fikrlashkin, ularga diyaloglashkin, suhbatlashkin. Haqiqatan sening Parvardigoring o'zining yo'lidan haq o'ttirib qo'ysimi, agashkili unimay ezib ketadigan kishilarni bakbeydi. Parvardigoring to'g'ri yo'lga haq qo'yilgandan keyin, to'g'ri dialog o'ttirib qo'yilgandan keyin haqni qabul qiladigan, fikrni haqqa moyil qiladigan, haqqa o'zgartiradigan kishilarni bakbeydi. Qarindoshlarimiz bu yerda to'g'ri fikrini qabul qilish, to'g'ri fikrlarni suhbatlashish masalasida muhim bir nuqtaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bir odamga, bir jamoatga, bir guruhga, musulmon qarindoshlarimizga to'g'ri fikrni o'ttirib qo'ysak, qo'ygandan keyin ham shu naq maydonda yoki 4-5 kun, 5-6 oy, 2-3 oy jarayonida darhol mushu fikrni qabul qilmasalar, nihoyatda men haqni o'ttirib qo'ysam, to'g'ri deb turgan tursam, nima ish qabul qilmaydi? Hammamiz bir qitimdan tamg'a ustib biqib, bir qitimdan beshimizni yeyib biqib, ondan gapirmaydigan bo'lamdimiz deb baho bo'lib ketadigan mundaq bir ojizlik bizda bor. Zodi haqni o'ttirib qo'yganda darhol anglashi bak yaxshi. Shuna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar orasidan bizning xalifamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bak yaxshi ko'rdi. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng birinchi islomni qabul qilgan odam, taqarishmay islomga darhol kirgan odam. Ayollar orasidan Xadija radhiyallohu anha onamiz islomga eng taqarishmay birinchi kirgan onamiz. Shuna Xadija radhiyallohu anha o'lib ketgandan keyin Xadija onaning qo'lin qo'shna Xadija anhaning ayni vaqtdagi yaqin hamshirlari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis ungan. Xuddi Xadijaning haga bo'lgan do'stligi, muhabbatini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ifodalash uchun Xadija radhiyallohu anhaning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qilgan marhamati, vafodorligi, Payg'ambar sallallam eng oz vaqtida qilgan Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bergan qurbonlik uchun. Demak, mana bu shundaq har qandaq bir islom ruhini, to'g'ri fikrni darhol qabul qildiganlar bor. Bu nəhayət yaxshi.
Ama onundan başka, mesela Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, halifimiz Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu bir vakit İslam'ını kabul kılışka derhal aldırmagan, bir vakittin keyin Allah'ın hikmetiyle uyga kirip kılıp sınlısıga aziyet bergendin keyin yüreki Allah'ın rahmetiyle bir şefkatke özgürep derhal Allah'ın hidayetine erişken. Demek mana bu şundaq İslam hidayetlerine, to'g'ri fikrga her bir adam bir anda erişip ketmaydi. Şunun için dünya qonuniyatini bilishimiz kerak. Masalan, buğdayni, ya qo'noqni, yoki har qandaq bir turilg'i teradigan narsamizni zaminga ko'mitiblam, shu andalam mazmunga ko'mgan narsamiz o'smidi, hozirlam o'sib o'tdi deb uningga dasiga olsak, uningdan o'smin deb xafa bo'lsak, o o'simlikimiz, o ziraatimiz bir kunda derhal o'smaydi. 5 ay, 6 ay ichida tadrijiy o'sidi. Shuningdek, bu hayotdagi xarakter. Ko'pincha insonlar fikrni bilgan fikrlashidi, undan keyin uni analiz qiladi, uni yeydi, uni vujudiga singdiradi. Shu orqali shu vujudiga singdirgan, analiz qilgan fikr orqali to'g'ri bo'lgan fikrni qabul qilib, o'zidagi xato fikrlarni chiqarib arasındaki bo'lgan kurash orqali o'zini ruslashga ma'lum vaqt ketadi. Shuning uchun qarindoshlarimiz har qanday bir da'vatchi, rahbarlik qilguvchi, siyosiy harakat qilguvchi musulmonlarningki hayotini fikriy va diniy va siyosiy jihatda ideologik uyg'unish ilib turib o'zgartiramiz deb yetakchilik qilayotgan barliq musulmon qarindoshlarimiz, biz fikr bergandan keyin darhol fikrimizni xalq yoki atrofimizdagi kishilar qabul qilmaydi deblam ishimiz pishib qolmay, balki biz sabr qilishimiz, vaqt kutishimiz, oqmaqa yana fikrni tixmi qattiq uyg'uq holatda, uslubini o'zgartgan holatda, yana go'zal holatda fikr fikrlashga ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun mana bu go'zal, yaxshi fikrninki yo'li mush oyat orqali bizga islomda qo'yilgan go'zal fikr mushu. Ikkinchisi jidal. Qarşılaşış, birisinin üstüden g'olib kelish. Faqat buningda haqni qabul qilish emas, balki faqat o'zining pozitsiyasi, o'ziningki xato nazariyasini gap qilib turish. Ikkalasining fikri bir-biriga yaqinlashgan bo'lsa, azroq bo'lsa-mu, birsi-birsiga e'tirof qilish nazariyasidan birsi-birsiga yaqinlashish emas. Mana buni İslam'dan jidal deb ataydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullah ma yujadilu fi ayatillahi illazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad deydi. Alloh subhanahu va taoloning oyatlarida faqat Alloh taologa kafir bo'lgan kishilar jidallashidi. Ya'ni haqning haq ekanligini bilib turib o'zining haq maydonidan tushib haqni qabul qilib olmay, qarshilashidi. O'zining haq zulm, xato iddisiga chin turib haq qarshi jidal qiladi. Seni ey Muhammad ularning shaharlarda saltanat yurganligi, shaharlarda huquq yurganligi, shaharlarda tijorat safarlarni qilganligi, u shahar bu shaharlardan yutkilib har xil taraqqiyotlarni qilganligi mag'rurlantirib ketmasinki, xuddi ya'ni Alloh subhanahu va taolo Ad qavmini, Samud qavmini Fir'avnni halok qilgandek Alloh uning shundoq mag'rur ketib, haqni yuz o'rib turib, tajovuzchilik bilan gunoh ma'siyatlar qilgan shu har bir chigidin ishini Alloh subhanahu va taolo halok qiladi. Ahiratda ham mangulik azab do'zax bilan bularni Alloh subhanahu va taolo kuturadi deganlikni bildirish orqali mana mushundaq to'g'ri fikri, to'g'ri bo'lgan dialog orqali haqni qabul qilib olmaydigan, balki nohaqni o'ziningki asosiy energiyasi qilib turib, xuddi ishiga sisiq yoki echiq bir narsalar qachlangan bir kuzining atrofini to'liq bo'g'itib, uningga suv qo'ysimi, kun tushsimi,
onunğa yağmur yağsımı, onunğa bir yaxşı hava kelsimi, onun hiç narsa ta'sir qilmagandek o'zining kallasini, qalbini, o'zininki nervisini, fikrini qitib qolgan, shundoq itilib qolgan bir ko'zg'ilam o'xshash qilib oldi. Bular boshqalar bilan, mu'min qarindoshlar bilan, o'zaro musulmonlar bilan suhbatlashgan vaqtida faqat to'g'ri bo'lgan fikrlarni anglab boqay, qabul qilib boqay, bir so'zlashib boqay deydigan bunda аңды bo'lmaydi. Mush tufaylidan qarshi suhbatlash kishiga uni meningki qarshimdagi odam deb qarayman deb o'ylaganlikdan uni bilan achchiqmonlik qilib jellishidi. To'g'ri bo'lgan yaxshi muhitni yomonlikqa, buzg'unchilikqa, dushmanlikka aylantirishga tirishchilik qiladi. Mana buning o'zi jidal. Allah Taala Qur'on-i Karimdagi vajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadathum fa kayfa kana iqab. Ular batil bilan, nahaq bilan istamajallashdi. Ular shu batil bilan haqni yo'qtimiz, haqni tarmar qilamiz deb. Ondan ularni fa akhaztuhum, ondan ularni men jazoladim. Mening jazolash azobim qandoq bo'ldi deb Allah Subhanahu wa Taala mana shu oyatda nahaq, xato fikri, xato e'tiqod, xato iddia turib, haq qarshi, haqni yo'qotish uchun jallishninki islom dinida cheklanganligini o'tirib qo'ydi. Qarindoshlarimiz, shuning uchun biz o'zaro suhbatlarimiz, so'rovlarimiz, qarindoshlik muomalarimizni to'g'ri bo'lgan, chiroyli va'zi nasihat, chiroyli bo'lgan, go'zal iboralar ishlatilgan, o'zaro birsi-birsimizga yo'l qo'ygan, yana bir musulmon qarindishimizning biz qilgan fikrni dushmanchilik fikri asosida o'ylagan emas, balki islom qarindoshligi fikri asosida o'ylab, o'zaro birsi-birimizni e'tirof qilgan asosda to'g'ri fikri va to'g'ri hivar va to'g'ri bo'lgan o'zaro birsi-birimiz bilan dialog qilishadigan ixlosman salih musulmonlardan bo'lishimizga hammalarni tirishchilik qilaylik. Hammalarni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratning baxtiyatiga erishtirsin. To'g'ri fikrlash orqali haqni o'ttirib qo'yadigan, haqni maydonga chiqaradigan, haqni qo'llaydigan, haq uchun qurbonlik beradigan, haq bilan qiyomat kunisi Alloh oldida qiyomat kunisi haqqa guvohlik berish bilan tirgizilib, Allohning jamoli, Allohningki rizoligiga, Allohning jamolini ko'rib turib deyishadigan xolis mu'minlardan bo'lishimizga Allah o'zi nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.